Hammaga salom do'stlar, mana videoyimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan Minecraft Vijivaniya video olamiz. Bu meni bu kanalimdagi birinchi videoyim. Omzam boshladik. Buni yaqin kelayotgan kanikulda do'stlarim bilan ham olishim mumkin. Agar 20 ta obunachi bo'lsak, kanikulgacha olaman buni. Hozircha 5 ta obunachimiz. Bu birinchi videoyim, lekin hayajon 0. Chunki oldin ham kanal yurg'izganman do'stlar. Bo'lmasa videoni Vijivaniyani boshlaymiz. İnsan. Sonra fermanı yapıştırıyorum. Ahırda çıkan. Hammasını kanlar götürdüm kelime. Bitti deyken bana şunu hammasi kısar. Do'stlar, buni qismi ko'p bo'ladi. Bu eski Minecraft bo'lgani uchun Nether'da ko'p biyom yo'q. Shuning uchun bunda maqsad Ender Dragonni zabt etish, ya'ni o'ldirish. Bu yomon qiyin bo'ladi. Hardcore'dan ham qiyin-da do'stlar bunda o'ynash. Chunki yangi boshqacha biyomlar yo'q. Sotuvchi piglinlar ham yo'q. Shuning uchun qiyin bo'ladi. Do'stlar, Endermanni ko'zini topishda o'zi bo'lmaydi. Shuning uchun shu maqsad qo'ydim. Do'stlarim bilan ham bu videoni olishim mumkin, lekin yaqinda kelayotgan kanikulda. Do'stlar, do'stlar, bitta narsa sizlarga savol. Kanalimda nomini kim ko'rgan bo'lsa, Gamer Islom qo'yib qo'yganman. Menimcha shunaqa edi. O'zgartirmoqchiman. 3 ta nom topdim. Rich Bag, Rich Family, keyin Rich Gamer. Nima qo'y? Do'stlar, kommentariyaga tushib yozib qo'yamiz. Kommentariyaga tushib yozib qo'yamiz. Hozir like bosib qo'ying, bundan ko'proq videolarni chiqarishimiz uchun. Do'stlar, bu eski versiya bo'lsa ham jetonlar trade qilishi yaxshi-da. Lekin har bitta jetonda o'ziga xos anisi yo'q. Nima deyapti? Kiyimi. Bu alhamdulillah. Hozir nima qilsam ekan? Bu kartani do'stlar o'zim sitterdim. Do'stlar, chunki bu Minecraftda Ender Dragonda yutish qiyin bo'lib ketmasligi uchun o'zim sitterdim. Ender ko'zlar topsak hozir ham do'stlar, Ender ko'zlar bo'lsa bo'ldi, hozir ham Ender Dragon yoniga bora olamiz. Chunki mana shu bu qishloq tagida Ender Dragonlarnisi bor. Yo'qol. Yaxshi, bu qishloqda go'leydi. Insam urganimga tamom bo'lardi. Golem bor bo'lsa bir tarafda yaxshi bo'lardi. Golemdan temir olam. Bu ko'mir kerak bo'ladi. Hamma narsa kerak. Voh, do'stlar, ko'mir qoni-yu. Qil ko'mir, do'stlar. Bundan nechta ovqat pishirsa bo'ladi, nechta fakil, nechta narsa qizitsa bo'ladi. Masalan, temir. Nechta temir aytgancha nechta ruda demoqchi edim hozir. Lekin bu Minecraftda mis yo'q. Menimcha mis yo'q. Do'stlar, chunki bu eski versiya.
Chunki do'stlarim ko'proq shuni o'ynashadi. Chunki internetsiz ularni o'ynaymiz. Shunga ko'proq shuni o'ynaymiz. Do'stlar. Telefonda video olish yomon qiyin. Yomon qiyin-da. Ayniqsa yangi unchalik montaj qilishni bilmaydiganlar uchun. Telefonda montaj qilish oson kapkutda. Lekin qotiydigan telefonlarda, yana eski telefonlarda montaj qilish megabayt yetmaydi, megabayt och, narsa o'chir. Mendaqa youtuberlar to'g'rimi, shu gapim to'g'rimi, noto'g'rimi kommentariyaga yozib qo'yinglar. Anchadan beri video olmaganimga sal video olishim esimdan chiqib ketibdi. Anchadan beri video olmadim, shunga yangi kanalga video qo'yishni o'ylamadim. Hozir taxtam bor bo'lsa, cho'p bormi, cho'p? Qayerdan zombilar rasti keldi? Do'konda zombi qon depman, do'kon emas-ku. Bitta zombilar bor ekan. Voy do'stlar, как раз shit kerak. Kitobi bor. Bu kartani indirmay ko'rib turgan ekan. Qayerga borar ekan? Bu animda yana bitta ani bo'lishi kerak do'stlar. Nima deyapti? Voy do'stlar. Yo'q, qochdim. Bitta portal bor. Lekin kirmayman. Hozir chiqib. Chunki anlarniki endermitmidi, nima edi? Yo'q, endermitmas. Qanaqadir portalni yonida bo'ladi-yu do'stlar. Ana shunaqa narsa. Vah. Video o'chib qoldi. Do'stlar, video o'chdi. Tozalayman endi megabayt. Do'stlar, megabayt tozalamasam vapsham bo'laman. Do'stlar, 5 minut YouTube'dan videolarni o'chirishim kerak. Hozir stop qilib turaman. Do'stlar, bo'ldi. Joy ochib oldim. Hozirgi vah! Do'stlar, chiqib turaman, boshqa kartaga kirib ketdim. Chiqib turmayman, videoni stop qilib turaman do'stlar. Do'stlar, bo'ldi, kirib oldim. Orqa fonda o'tayotgan ovoz nima deysizlar? Ventilyator. Hozir bilasizlar. Ujli yoz, o'tgan yilgi yozda havosi hozirgi bahorda havosidan sal salqinroq edi. Do'stlar, yozda nima qilamiz? Shunga ventilyatorda qo'yib, mazza qilib o'tiribman.
do'stlar. Bitta narsada do'stlar mana nima? Qaranglar do'stlar. Orqasidan o'tadi. Ana, manitdan ham o'tsa bo'ladi lekin. Qanday? Ikkita temir. Voy do'stlar. Bunaqa blokdan bo'ldi. Shunaqa blok bor do'stlar. Ustiga blok qo'ysa bo'ladi. Lekin u ko'rinmaydi. Lekin nima desam bo'ladi? Qanday ta'riflasam bo'ladi? Ichidan o'tsa bo'ladi. U blok lekin ichidan bemalol odam ham o'tib ketaveradi. Короче, tushunda do'stlar. Tushunda. Yaxshi tushuntira olmayman chunki. Do'stlar, nimaga gapirmay qolyapsiz desanglar. Ancha oldin video olganman to'g'ri, lekin hozir anchadan beri video olmaganman. Shunga gapirib turish esdan chiqib ketyapti. Do'stlar. Xo'sh, nima qilsam bo'ladi? Boyagi joymi yo'q, boshqa joy. Do'stlar, yana joyidarli emas demasa bo'ldi hozir. Yo'q, hozir yana o'zim joyimga qaytib ketaman. Yarimta jon ketdi. Voy do'stlar. Yaxshi ham ketini to'g'ri. Joniq. Do'stlar. Qutuldim. Do'stlar, boya portalga kiradigan joyda shunaqa ovoz chiqdi, shunaqada. O'ldik. Do'stlar, yaxshimki inventar yo'q. Bitta o'lishimni bilib, shunga kit inventarda yoqqanman. Xo'sh, boyagi kitob qanaqa edi do'stlar? Fire Aspect Strider Feather Falling. Nima qilaman? Oyoq kiyimniki do'stlar. Oyoq kiyimni sehrlashga kitob chiqdi. Do'stlar, qilichga chiqmaydimi? Bu Minecraftda eng qiyini Enderman'ni ko'zini to'plash. Do'stlar, yana joy ochaman menimcha. Do'stlar, ancha vaqt bo'pti, 14:40. Hozir 15 gacha ozgina ermak qilib video olib turaman. Do'stlar, nima derdi? Ana shungacha. Keyin xayrlashib shu joyda ham videoni tugataveraman. Mana shuni o'chiraman. Minecraftga kirib videoni tugatishim kerak. Do'stlar.
do'stlar. Tez kirsam Minecraftga endi. Do'stlar, shitdan kim juda ko'p Minecraft o'ynab, Minecraftda juda yaxshi o'ynaydi. Do'stlar, yozib qoldiringlar. Menga hamma narsa qiziq. Ham do'stlar, iltimos obuna bo'linglar. Tez 10 ta bo'laylik hech bo'lmasa. Oldingi 3klik kanalim o'chib ketgandan keyin 10 ta obunachi ham ko'p yaxshiligini bildim. Hozir 10 ta obunachiga zo'r berdim. Turkiyaga qarab ketayotgan kanalim o'chib ketdi. Bular hozir tezda hammaga xayr do'stlar. Video tugadi. Obuna bo'linglar, like bosinglar. Hammaga xayr.